18-aprel soat 11:00 Uchko'prik tumanidagi 40-sonli umumo'rta ta'lim maktabi ta'lim maskani hovlisiga asosan yuqori sinf o'quvchilari jamlandi. G'oliblar uchun tayyorlangan sovg'alar, faxriy yorliqlar mas'ullar tomonidan nazoratdan o'tkazildi. Soat millari 11:10 ayni vaqtda viloyat hamda tumandagi mas'ul korxona va tashkilot rahbarlari hamda mas'ullari kutib olindi va bilimdon o'quvchilar tanlovi g'oliblarini taqdirlash tadbiri boshlandi. Yangi O'zbekiston hayotida hamma islohotlar bir chuqur islohotlar maydoniga aylanib bormoqda. Xuddi shuningdek ta'lim sohasida ham ko'plab tanlovlar, loyihalar amalga oshirilyapti. Xuddi shunday loyihalardan biri bu bilimdon o'quvchi tanlovi bo'lib, bunda mana 43 nafar o'quvchilarimiz ikki bosqichda ishtirok etishdi. Ikkala bosqichda ham yaxshi natijalarga erishishdi. Ikkalasida ham 5 nafardan g'olib o'quvchilar esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Maktab o'quvchilarining tabiiy va aniq fanlardan olgan bilimlarini sinovdan o'tkazish va shu orqali ularni fanlarni yana chuqurroq o'rganishga qiziqtirishga qaratilgan bilimdon o'quvchilar tanlovida faxrli o'rinlarni egallagan g'oliblar sahna markaziga taklif etildi. Shundan so'ng ularga Farg'ona viloyati maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasi hamda Uchko'prik tumani hokimligi tomonidan faxriy yorliq hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Eng quvonarlisi ikki bosqichda o'tkazilgan mazkur tanlovning yakuniga ko'ra 45 nafar qatnashchilar ichidan aynan 40-sonli maktabning 5 nafar o'quvchilari g'oliblikni qo'lga kiritdi. Men 9-sinf o'quvchisi Sidiqjonova Hanifaxon bilimdon o'quvchilar tanlovida qatnashdim. O'qish savodxonligi, aniq fan hamda tabiiy fanlardan testlar tushadi. Bu savollarda ko'proq mantiqiy fikrlash kerak. Testda aniq bo'lmagan javoblar ham bo'ladi, aniq bo'lgan javoblar bo'ladi. Ko'proq test tahlil qilish orqali bu javoblar bilsa bo'ladi. Bizda 15 yoshli o'quvchilar o'rtasida bo'ladi. Bunda men eng yuqori ball to'plaganim uchun taqdirlandim. Bilimdon o'quvchi ko'rik tanlovida faxrli 2-o'rinni oldim va bundan keyin bundanda yuqori martabalarga erishishimizga erishishga va'da beramiz. Ma'lumot o'rnida mazkur bilimdon o'quvchilar tanlovi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan bo'lib, asosiy maqsad o'quvchilarning mantiqiy fikrlash salohiyatini oshirish, noodatiy rasmli savollar bilan o'quvchi yoshlarni asosiy fanlarni yanada chuqurroq o'rganishga qiziqtirishga qaratilgan. Feruza Jumaboyeva, Furqat Mullayev, Vaqt informatsion dasturi uchun.